Buenas tardes. Barchaga salom. No, no tenéis que Hozir pensar que bu vaziyatda gapirish estás de qanchalik sí o og'ir no, ekanligini his qilyapman. A ver, lo entiendo. Ha, buni his qildim. Ha sido un honor, ha sido Bu un klubga placer va bu jamoaga murabbiylik qilish men uchun este sharaf club, bo'ldi. este equipo. Quiero agradecer Va en birinchi primer lugar navbatda a mi hurmatli querido presidente prezidentim Florentinoga rahmat aytmoqchiman. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de Bu futbolistas. super fantastik va g'ayrioddiy sifatga ega bo'lgan o'yinchilar guruhini boshqarish va ushbu lahzalarning barchasini siz bilan baham ko'rish ajoyib bo'ldi. Ha sido extraordinario vivir Bu esta hikoyada historia siz con bilan birga vosotros. yashash va birga yozish Es una ajoyib. historia Ha, buni unutib bo'lmaydi. porque nadie puede olvidar Chunki los 3 goles Karimning de PSG darvozasiga kiritgan 3 ta golini hech kim unutmaydi. Rodrigoning Cityga qarshi o'yindagi 2 ta golini hech kim unutmaydi. Va Luka Modrichning Manchester Cityga qarshi o'yindagi super pasini ham va unutishmaydiki Joseluning 2 super golini ham. Va yana Madridda o'tkazgan har bir daqiqamni unutmayman. Men barchangizni yaxshi ko'raman. Con a la Madrid y nada más os quiero mucho. Chao.